Oy, maza qilib uxlabman. Va, ko'chada qo'rqib, oy, yetil qo'rqitarding. What the fuck? Bugun sana. Bugun 31 ku, axir bugun yangi yil. Bugun yangi yil, axir bugun kechki yangi yil kiradi. Yaxshi. Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Iliya bola yangi video yaxshi kelibsizlar bolalar. Bugun bilsanglarga bugun yangi yil bolalar, addushi o'zi ham yangi yil udar bo'ladi, xudo xolisa bu yil. Bu yil biza soat ancha уже uxlab qopman. Iliya, eshitlar kelib qopti. Yaxshimisan? Yaxshi. Chiqmaysanmi? Qishloqni bezatmaymizmi? Bugun kechki yangi yil axir. Da, to'g'ri. Hozir kiyib chiqib ko'rsoq. Da, qo'yga qoldi tezlash. Meraka aytdi, biz уже qishloqlarni cho'tki qilib bezatishni boshladik uylarimizni. Senga Meraka vazifa berdi. Ana yerda yo'lga katta archa qo'yib, skratda hamma narsa bor ekan. Xolos butun qishloqni bezatar ekansan. Menmi? Da. Biz ham yordam beramiz. Xo'p, men hozir narsam kiyib chiqay. Xolos bolalar, men qishloq bezatishim kerak ekan. O'zinglar nima gaplar, men bunday kiyimlar o'zim yoqib qo'yganman mana. Issiqni yurish uchun bolalar dishi. Endi let's go bolalar. Tak, yuzingizlar turinglar. Let's go boshlaymiz. Davay, qo'l qo'yibdi. Qo'l bo'lasa qo'ygan bular. Qo'l bo'lasa tashlabsizlar bezatib yaxshi. Shuni mana berganman-da, da. Shikolatli narsalar bor. Meraka bilan ko'rishib chiqay. Xo'sh, taq. Assalomu alaykum Meraka, yaxshimisiz? Kelayotgan yangi yil bilan. Rahmat. Pulni qilyapsiz. Menga yordam beradi. Pulni kechgacha hisobotlarni topshirishim kerak kechki yangi yilda. Qarachi, senga ish bor, qanaqa? Shikolatli narsalar bor. Shunga qishloqni bezatishga yordam berishing kerak. Archalarni qo'yishing kerak. Aytishdi. Da, davay tezroq. Yangi yilgacha ulgurishimiz kerak. Ko'p vaqt qolmadi. Xo'p. Issiqni bol, xo'p, rahmat. Tak, sklat bo'lsa sklat ishni ertalabda boshlaymiz. Yangi yil kuni dam olish yo'q. Bolalar, kelayotgan yangi yillar bilan. Xo'sh, nimalar bor ekan bu yerda o'zi? Tak, nima yo'q. Mana bu o'qotlar. Bu bizga narsalar. Birinchi bilan olamiz, bolalar bilan hammasini olamiz. Podarkalar yaxshi, qishloqni bezataman tezlik bilan. Xo'sh, tak. Ovqatlarni keyin olamiz. Xo'sh. Podarkalar yo'qolib qo'yamiz. Bularni charchandiga qo'yishga bizga hozir kerak. Bu kerak. Archa oxiriga olib qo'yamiz. Mana bu narsa kerak. Bu bolalar nima desam, bu shirinlik emas, bu qishloqni bezatish uchun. Bu ham buni bunday qo'yadi va buni bunday qo'yadi. Ana, va chiroyli bo'ladi qishloqimiz. Bunday ko'p qo'ymayman bolalar. Bu ham bunday qo'yib bo'larkan. Mana va biz uylarni ham bezatib chiqqan. Bunday qo'yib bo'lmayapti. Tushunmadim. Mana bunisini qo'yamiz. Oppa. Manaki. Bularni kechqurun yoqamiz bolalar. Buni o'tirib qo'yib yubordim. Mana bu yerda sindiramiz. Xo'sh, ana. Bo'lsin-da. Manaki. Xo'sh, tak. Xo'sh, bolalar, mana sal-pal bezatib chiqdim. Bunday qilib mana ozgina uylarni yetgunicha. Xo'p, va mana bu qorboboni. Tak, endi archa o'rnatishni boshlashimiz kerak. Xo'sh, menimcha bularni olib tashlash kerak. Oppa, anaka, buni olib tashlaymiz. Mana shu yerda archa turadi. Xo'p, bolalar, va biz mana bu yerga qorboboni qo'yamiz va archa jonimizni qo'yamiz. Mana bunday bolalar archani ko'targan qo'yamiz va buni taglariga podarkalar qo'yib chiqamiz. Bunday, tak, xo'sh, bunday ham podarkani shakil qo'yib. Tak, mana bu podarkalar bu yerda tursin, chiroyli turadi. Qorboboni tagida, archani tagida. Hamma jitalar uchun sovg'alar bor bolalar. Hamma jitalar xursand bo'lishadi. Addushi xursand bo'ladi. Menimcha o'zimga ham sovg'a olsa kerak. Tak, xo'sh, bunday. Tak, bunday. Tak. Bunday va mana bu yerga bunday. Va biz mana buni qayergadir qo'yib turishimiz kerak. Menimcha bu yerga qo'yib turib chiqamiz. Oppa, mana bu illyustrasiya. Oppa, to'g'rilash kerak. Ana, bo'ldi ana. Buni biz olamiz. Ana, kay. Уже ishni bitirdik bolalar. Endi bu yerga stol yasashimiz kerak. Kecham bo'lib qoladi. Tezlik bilan. Siz yana bir bolalar kelayotgan yangi yil bilan va sizlar videoga like bosib kanalga obuna bo'lsangiz men juda ham xursand bo'lardim bolalar. Xo'sh, birga dushi rahmat alohida. Xo'p, va mana bu yerdagi ovqatlarni
Yo'q, o'zi ham dahshat vazn bo'ladi bolalar. Addushi dahshat vazn bo'ladi. O'zi ham ko'rasizlar. Stullarning ko'pligini qaranglar bolalar. Hop, bularni bu yerga qo'yamiz. Hop. Mana bu kerak bizga. Xo'sh, ketdi. Hop, jitillar bo'lib qoldinglarmi? Da. Hop, men ham bo'lib qoldim. Mana bu qorbonni joyiga qo'yib qo'yishdi, shunga bizamiz. Afsus va menimcha qorbon cho'chilib ketmasa, nariroq qo'yib qo'yamiz. Cho'chilib ketarmikin? Xo'sh, yo'q, ketdan aytdimki, qordan yasalganda shunga yo'ldan tozalaymiz bolalar, yo'ldan tozalab. Spetsial archani stol qilaman bolalar. Hop. Paka shuni olib turursin. Va mana bunday qilib stollarni qo'yib chiqaman. Hoppa. Mana o'zim o'tirib oldim-ku. Hoppa. Nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Ana akay. Agar ovqatlarga joy qolmasa, boshqa joyga qo'yamiz. Keyin boshlaymiz. Buni bunday farqi qo'yib tashlaymiz. Hamma o'ziga kerak. Yeydi, mana buni qayerga turib qo'yish kerak. Menimcha buni alohida mana bu yerga bu bayram torti. Chunki buni ana berib qo'yib qo'yamiz alohida qilib, keyin bu olib kesiladi bu. Grill, pizza yegan uchun tort yana bitta va burgerlar. Tak, napitkalar, ichimliklar, bunday sut ichadiganlar uchun asal, hop, non yeganlar uchun, sho'rva ichadiganlar uchun, hop, yana sir yeganlar uchun bu shirinlik, xo'sh, yana hot-dog va bo'ldi. Xullas bola joy kichkinalik qildi, sababi siz ko'rasizlar, yana kattalashtiramiz. Bizda yana ovqatlar bor hali. Metga bunday tarafga qo'yamiz. Ovqatlarni qo'yib chiqamiz. Bunday mana shu ovqatlar hammasini qo'ysak, bunday. Va bunday ortiqcha stollarni qo'yamiz. Mana aka, bu yerga ham tarafga qo'yib qo'yamiz. Betga burger qo'yamiz va mana buni qilib bunday qilib stol qo'yib qo'yamiz. Bu qora yog'ochlar to'xtadi bolalar. Joy ham qilib qo'ydim, joy tayyor, o'zi ham endi stollar qoldi, bundoq. Xo'sh, bundoq, oppa, va bundoq. Anaki. Joy tayyor. O'zi ham quyosh bolalar tushib qopti, tezlik bilan endi bularni olib borib yangi yilga tayyorgarlik ko'rish kerak. Yana bitta bir tayyorgarlik yo'li bor. Xo'sh, uni qila olsam agar qilaman bolalar. Men endi o'zimni uyim bezatishim kerak bolalar. Xo'sh, tak bo'ldi. Mana o'zimni uyimni chiroyli qilib bezatib oldim bolalar. Mana bu issiqlagan qab. Ilya, hozir Ilya, bu kichik xot bo'lar. Tezroq kel. Hozir shapkamni kiyib olay. Xo'sh, shapkam shu yerda edi. Tak. Bo'ldi, ketyapman. Hozir kelyapti yangi yil. 5 minut qoldi yangi yil kirishiga. Hozir. Tak, xo'sh. Bo'ldimi, keldim. Yangi kiradi hozir 5 minut qoldi. O'tir. Sizlarchi hozir biz ham o'tiramiz. Tak. Hozir men obunachilar bilan xayrlashib olay. 5 minut kirgan bo'lsa, ana. Tak, 5, 4, 3, 2, 1 yangi yil kirdi. Vallahi xullas hammanglarni yangi yil bilan chin dildan tabriklayman. 2026-yil sizlarga baxtli bo'lib kelsin. 25-yilda qilolmagan orzu niyatlaringizga erishmagan bo'lsangiz, hammasiga 26-yilda erishinglar bolalar. Jitlar ham sizlarni tabriklaydi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Sizlarni hammalarni yangi yil bilan tabriklayman. Hammaga xayr olsun, sizlar bilan yil bo'ldi. Yangi yilni yaxshi o'tkazing bolalar. Qani let's go bolalar. Jitlar mazza qilamiz. Let's go. Men burger yeyman.